Mana biz polni tom qilib nimani maslahat qilib o'tiribsizlar? Shu bir narsani fikr qilaman-da. Shuncha mehnat qilasan, urasan, pul olasan qo'lingga. O'sha mehnat qilganing yarasha pul yo'q. Men shu balla bilan shuni gapirib o'tiribman-da. Mehnat qilasan, urasan, pul qo'lingga tushdi. O'shaning ichidan bir tiyin pul qolmaydi. Nima sababligini men bilmayman. Shuni ana shoirligitdan qoni buni gapiradi. Hay, nima demoqchiman? Biz erkaklar faqat oilamiz uchun mehnat qilamiz. Qiynalsak ham, och qolsak ham, shu oilamiz to'q bo'lishi uchun biz shu ishga qaror qildik-da. Biz nolamaymiz hech nimadan. Biz faqat sabr qilamiz. Sabrlarni bizni ota-ochamiz, oilamiz tinch bo'lsin. Ularni tinch yashash uchun biz lebo joyga boramiz. Shunaqa, lebo joyga. To'g'ri. Bu brat ham baqib o'tiribdi. Siz nima deysiz, qani brat? Men hech nima demayman. Shu gap bola to'g'ri aytmaydi. Nima degan bo'lsa to'g'ri. Bu gap haqiqatan gap. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. 48 gradus Moskva sovuq. Qorni qaranglar. Biz shunga shikoyat qilamiz.